Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Putin yadro sınıqını çekleş şartnamesinden çekinişini tasdiqladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yangi qonunga imzo qo'yib, yadro sınıqını umumyuzlik man'iy qilish shartnomasini tasdiqlashni amaldan qoldirdi. Nikki Torining 6 noyabr xabar qilishicha, Rossiya prezidenti Putin 2 noyabr mazkur qonunga imzo qo'yib, yadro sınıqını umumyuzlik cheklash shartnomasining tasdiqini amaldan qoldirgan. Aloqador hujjatlar Rossiya qonun uchur tor bekitida e'lon qilingan bo'lib, bu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan boshlab kuchga ega bo'ladi ekan. Rossiya prezidentlik sarayi bu haqda tushuntirish xarakterlik material e'lon qilib, Rossiyaning qonun tuzib, yadro sınıqını umumyuzlik man'iy qilish shartnomasini tasdiqlashni amaldan qoldirishi yadro harbiy kontrol sohasidagi har qaysi taraflarning majburiyati va barobarligini asliga keltirishni maqsad qiladi deb ta'kidlagan. Bildirilishicha, Rossiya prezidenti axborot bayonotchisi Peskov ilgari yadro sınıqını umumyuzlik cheklash shartnomasini tasdiqlashni amaldan qoldirish Rossiyaning yadro sınıqı qilishidan derak bermaydiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya Oliy palatasi 25 oktyabr yadro sınıqını umumyuzlik man'iy qilish shartnomasining tasdiqini amaldan qoldirish to'g'risidagi qonun loyihasini imzolagan. Buningdan ilgari Rossiya parlamenti bu qonun loyihasini ma'qullagan. Yadro sınıqını umumyuzlik cheklash shartnomasi 1996-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inida ma'qullangan va shu yili 9-oyning 24-kuni imzolangan. Rossiya 2000-yili bu shartnomani tasdiqlagan bo'lib, navbatda mazkur shartnomadan rasmiy chekinib chiqqan. Xitoy Amerikaga qarshi siyrak to'pi eksport cheklamasini kuchaytirdi. Xitoy bilan Amerika orasidagi ziddiyatning kuchayishiga ergashib, Xitoy Amerikaga qarata siyrak to'pi eksport cheklamasini kuchaytirdi. Nikkei Asiya torining 7 noyabr xabar qilishicha, Xitoy siyrak to'pi eksportiga bo'lgan kontrollikni kuchaytirganligini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy bundan keyin Xitoydan siyrak to'pi eksport qiluvchi shirkatlardan siyrak to'pini ishlatgan o'rin yoki sotgan o'rinlar haqida dokument berishni talab qiladi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy yer sharida oz uchraydigan siyrak to'pi ishlab chiqarish sohasida xalqaro ishlab chiqarilgan siyrak to'pining 70% ga ega bo'lib, bu siyrak to'pi elektrlik mashina va bir qism qurollarni yasashda intayin muhim material hisoblandi. Xitoyning bu harakati bu oy ichida Xitoy rejimi raisi Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Joe Biden o'rtasida planlangan boshliqlar yig'inidan ilgari tuzib chiqqan suhbat taktikasi deb qaralgan. Yaqinqi yillardan buyon Amerika Xitoyga yerim o'tkazgich va o'zak ishlab chiqarish uskunalarining eksport cheklamasini ching'itgan bo'lib, bu sababli ikki taraf munosabati jiddiylashgan. Ammo ikki taraf prinsip jihatdan bu oyning o'rtalarida Biden bilan Xi Jinping yuzturani ko'rishishga qo'shilgan. Xitoy shaxsiy korxonalar orqali yadro materiallarini import qilgan. Xitoy rejimining xususiy korxonalar orqali yadro qurollarini yasashda ishlatiladigan ilg'or uskunlarni import qilganligi ilgari surildi. Tayvan radiosining 7 noyabr xabar qilishicha, Amerika bilan Xitoy texnika urushining keskinlashishiga ergashib, Xitoy ilg'or o'zaklarni import qilishning yo'llarini izlab qolmay, mexanikaning manbasi deb atalgan uskunlar Xitoyning setib olish nishoniga aylangan. Nikkei Asiya torining tekshirib bayqishicha, Xitoyning harbiy sanoat organlari Amerikaning eksport qora tizimligiga kirgizilgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy yanada 2 va 3-qo'l xususiy korxonalar orqali Yaponiya, Germaniya va Tayvanga o'xshash davlatlar eksport qilgan ilg'or yuqori iqtidorli uskunlarni import qilgan. Nikkei Asiyaning tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, bu oldin qatordagi mashina uskunlarining eng oxirgi o'rni Xitoyning yadro taraqqiyot planiga bog'langan bo'lib, Xitoyning harbiy kuchini tashviq qiladigan rasmiy sillarda mazkur uskunlarga munosabatlik texnik xodim tunishtirilgan. Bu o'rin asosliq Xitoyning yadro qurollari tadqiqot organi bo'lgan Xitoy Qurilish fizika akademiyasi bilan munosabati bor bo'lib, sinda pishiqlab ishlash iqtidori va bu o'rinda yadroga ishlatiladigan muhim zapchastlarni pishiqlab ishlash vaqtining ko'rinarli qisqartirilganligi tunishtirilgan. Xitoy O'rta Osiyoda zo'r ko'lamli soxta tashviqot faoliyatini boshladi. Xitoy yaqinqi mezgillarda Sharq Turkistonni xitoylashtirish razil plani bo'yicha davomlashtirayotgan Xinjiang Yaxshijoy nomidagi soxta tashviqotini texmo kuchaytirayotgan bo'lib, bu qatim Qozog'iston O'zbekistonda naqshi usul she'r, surat shaklidagi cho'ng tipli teatr Xinjiang Yaxshijoy nomli adabiyot san'at kechiligi o'tkazishni boshlagan.
Tangritog to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy atalmish Uyg'ur Abnum rayonluq madaniyat va sayohat nazorati Qozog'iston O'zbekistonda 11-oyning 5-kunidan 15-kunigacha davomlashadigan naqshi usul, she'r, surat shaklidagi cho'ng tipliq teatr Xinjiang Yaxshijoy nomli adabiyot san'at kechiligini boshlagan. Bildirilishicha, Xitoy rejimi bu qatimliq ko'z bo'yamchilik harakatiga 100 ga yaqin artistni otlantirgan bo'lib, atalmish Xinjiang Yaxshijoy nomli adabiyot san'at kechiligi Tianshandagi Larzan usul, Yangi Ipak yo'lidagi naqshi sadosi, Koillondagi muhabbat simfoniyasi degandek 3 bo'lakka bo'lingan. Buning ichida Uyg'ur muqomlari, Mo'ng'ullarning qahramonlik eposi Jang'ir, Qirg'izlarning qahramonlik eposi Manas, Qozoq millatining Qora Jo'rg'a usuli qatorliqlar bor ekan. Xitoy bu qatimqi yolg'on tashviqot faoliyatida yana Sharq Turkistonning haqiqiy vaziyatiga butunlay zid bo'lgan foto surat ko'rgazmasi o'tkazish orqali Xitoy va O'zbekiston xalqining ko'zini bo'yamoqchi bo'lgan. Xitoy rejimi bu xildagi saxta tashviqotlarni navbatda xalqaroda kun tartibga kelayotgan Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyatiga qarshi sadolarni o'chirish va o'z jinoyatlarini yoshirish uchun uzluksiz kuchaytirmoqda va doirasini kengaytirmoqda. Shundaqla Sharq Turkistonda bostirish, har xil bahonalar bilan tutqun qilish qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosatini davomli ijro qilmoqda. Xitoy dunyodagi eng chong qarz egasiga aylangan. Xitoyning atalmish bir balvoq bir yo'l turiga ovoz qo'shgan nurg'un davlatning Xitoyga 1 trillion dollardan ortiq qarzdor ekanligi o'tirg'i chiqdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Xitoyning nurg'un davlatga bir balvoq bir yo'l turiga asosan bergan 1 trillion dollardan ortiq qarzi Xitoyni dunyodagi eng chong qarz egasiga aylantirgan. Taxminan 10 yil ilgari Xitoy rejimi raisi Xi Jinping tarafidan yo'l qo'yilgan bir balvoq bir yo'l turiga Urugvaydan Sri Lankagacha bo'lgan 150 necha davlat qatnashgan bo'lib, qurilishning dastlabki 10 yilida Xitoy o'tir va to'van kirimlik davlatlarga ko'vrik, port va tosh yo'l qurilishlariga ishiltishi uchun zo'r miqdorda qarz tarqatgan. Har qaysi hukumat va organlar mablag' solgan yordam turlari haqidagi sonliq ma'lumotlarni to'playdigan Aid Data shirkati dushanba kuni doklad e'lon qilib, Xitoy ta'minlagan mazkur qarzlarning yarmidan ko'proqining qaytirilish bosqichiga kirganligini o'tirg'i qo'ygan. Aid Data Xitoyning 165 davlatdagi taxminan 21 ming turga yurishtirgan mablag'iga aloqador sonliq ma'lumotlarni tekshirib, Xitoy rejimining o'tir va to'van kirimlik davlatlarga har yili taxminan 80 milliard dollar yordam. Dokladda ko'rsatilishicha, Amerika navbatda mazkur davlatlarni har yili 60 milliard dollar mablag' bilan ta'minlaydigan bo'lib, Xitoy bergan qarzlari natijasida dunyodagi eng chong qarz egasiga aylangan. Aid Data taraqqiy qilayotgan davlatlarning Xitoyga to'laydigan o'simdan sirtqi umumiy qarzining kam deganda 1 trillion 100 milliard dollarga yetadiganligini o'tirg'i qo'ygan. Otishning Qorajo'l yezisida kuchli yer davridi. Bugun Sharq Turkistonning Otish shahri Qorajo'l yezisida 5.4 bal yer davrigan. Xitoy yer davrashda ma'lumot berish to'rining xabar qilishicha, 8-noyabr Urumchi vaqti kech soat 12 dan 9 minut o'tganda Otish shahri Qorajo'l yezisida shimoliy kenglik 40.47 gradus, sharqiy uzunlik 77.77 gradus 5.4 bal yer davrigan. Tavrash markazi cho'nqurligining 10 kilometr ekanligi aniqlangan. Xabar qilinishicha, 8-noyabr Urumchi vaqti atigan soat 9:30 gacha bo'lgan oraliqda yana 2 qatim 4.3 bal, 1 qatim 3.3 bal va 1 qatim 3.2 bal qoldiq yer tavrigan. Xitoy rejimi ilgarigidekla ofat haqida tafsiliy ma'lumot bermadi. Isroiliyaning G'azzaga qilgan hujumida qazo qilganlarning soni ko'paymoqda. 33 kundan buyon G'azzani to'xtamay bombardimon qilayotgan Isroiliyaning hujumlarida Falastin xalqining o'lish yorilinishi uzluksiz ko'paymoqda. Al Jazeera to'ri bugun Falastin xabar agentligi Vafoning xabarini naql edib xabar qilishicha, bugun atiganda Isroiliya aeroplani G'azzaning o'tir qismidagi Nusayrat panohlanish o'rnini bombardimon qilgan. Yerlik kishilarning Vafoga oshkorlashicha, Isroiliya aeroplanlari G'azza rayonining markazidagi Nusayrat panohlanish o'rnini bombardimon qilgan bo'lib, bir turkum kishi hayotidan ayrilgan va nurg'unlagan kishi yaralangan. Yordamlar G'azza rayonining markazidagi Aqsa shahidlar doktorxonasiga yo'tkalgan. Bir turkum kishilar vayron bo'lgan xarobiylik ostida qolgan. Bildirilishicha, seshanba kuni Isroiliya G'azza rayonining janubidagi Xon Yunus viloyatidagi bir qancha rayon va G'azzaning sharqidagi Ash-Shijaiya mahallasiga joylashgan At-Tawabin rayonidagi oilalarni bombardimon qilgan bo'lib, nurg'un kishi hayotidan ayrilgan.
Bildirilishicha 7 oktyabrdan hozirgacha Isroiliya hujumida 10.328 Falastinlik o'ldirilgan bo'lib, buning ichida 4.237 kichik bola, 2.719 ayol bor ekan. Shundaqla 26 dan ko'p kishi yaralangan. Növbətdə dünyanın hər qaysı joylarida bu ig'ir qatliamga qarshi turli norozilik chaqiriqlari va namoyishlar davom qilmoqda. Turkiya parlamenti Isroiliya mollarini boyqut qilish chaqiriqiga ovoz qo'shdi. Turkiya parlamenti o'z tabaligidagi oshxona, choyxona, qahvaxonalarda Isroiliyani qo'llaydigan shirkatlarning mahsulotlarining sotilishini cheklash qarori chiqardi. Turkiya parlamenti bayonot e'lon qilib, parlamentning jamiyatning G'azadagi begunoh kishilarni qirg'in qilgan, Isroiliyaning urush jinoyatini qo'llaydiganligini ochiq-oshkora jakarlagan shirkatlarning mahsulot va tovarlarini boyqut qilish safarbarlik ruhini qo'llashni qaror qilganligini uqtirdi. Bayonotda parlament boshlig'i Numan Qurtulmushning ko'rsatmasiga asosan Isroiliyaning G'azada sodir qilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini qo'llaydigan shirkatlarning mahsulotlarining parlament tavalligidagi oshxona, choyxona va qahvaxonalarda setilmaydiganligi qayd qilindi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.